Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun sizlar bilan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar parvarishi, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda nimalarga e'tibor berish kerakliklari haqida qisqacha suhbatlashib o'tamiz. Chaqaloqlar tug'ilgandan so'ng bizda shunaqangi Telegram guruhlarimizda ham savollar juda ko'p bo'lyapti. Birinchi uchraydigan muammo bu chaqaloqlar kindigi. Ularda tushishi qanday bo'ladi yoki nima qilish mumkin degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Buning uchun masalan chaqaloq kindigi tushmasdan uyga javob berildi. Chaqaloq kindigi tushmayapti. Nima qilish kerak? Ota-ona eng oddiy usullardan foydalanish kerak. Buning uchun o'sha kindik atrofini oddiy 70% etil spirti bilan artish kerak. O'sha holatda ham yordam bermaydigan bo'lsa yoki kindik qurib tushmaydigan bo'lsa, bolani kindik atrofiga zelionka qo'yib, aylantirib, zelionkani biz bilamiz, qurituvchi hisoblanadi. Zelionkani boshqa nomi bu fukarsin. Fukarsinda rangli va rangsizlari bor. U juda ham quritishga effektli dori hisoblanadi. Chaqaloq kindik atrofiga surkab turilganda 3 mahalgacha qilish mumkin. Tezda natija beradi va chaqaloq kindigi tezda tushadi. Keyingi ota-onalarimiz uchrashi mumkin bo'lgan muammolardan bittasi yoki qo'rquv desa ham bo'ladi. Telegram guruhlarimizda juda ham ko'plab savollar bergan. Necha kunligidan boshlab cho'miltirsa bo'ladi chaqaloqlarni. Chaqaloqlarni cho'miltirish tartibi juda ham oddiy bo'ladi. Faqat chaqaloqlar cho'miltirishda kasal bo'lib qolmasligi uchun kunning ikkinchi yarmini kechqurungi holatni tanlagan ma'qulroq. Sabab kechqurun cho'miltirib uxlatilgan chaqaloq muhim aloqada bo'lmaydi, boshqalar bilan kontaktda bo'lmaydi, cho'miladida yo'rgaklab beshikka yoki yo'rgagiga mahkam qilib qo'yilganda kasal bo'lmaydi. Ertalab turib chiqishi mumkin. Masalan, chaqaloqni cho'miltirish vaqtini tanlab bo'ldik. Endi chaqaloqni qanday cho'miltirish kerak? Chaqaloqni umumiy katta hajmdagi suvda cho'miltirish kerak. Vannalarda. Sababiki chaqaloqlarda boshidan suv quyganda nafasni ushlab turish yoki nafasni kontrol qilish refleksi rivojlanmagan bo'ladi yoki tupurish refleksi rivojlanmagan bo'ladi. Tiqilish holati ko'p bo'ladi. Uning boshidan katta hajmda suv quyish mumkin emas bo'ladi. Chaqaloqni cho'miltirishda avvaliga o'sha alohida maxsus cho'miltirish idishlariga ona sutiga yaqin bo'lgan tana haroratidagi suvni tayyorlab olinadi. Chaqaloqni o'tirgizgan holatda o'sha suvdan yelkalariga quyib cho'miltirish mumkin. Bosh qismini yuvayotganda peshonadan quyilmaydi, soch qismiga qaratib, orqa tarafga qarab yuviladi. Cho'miltirish vaqtida chaqaloqlarni quloqlariga suv kirib ketmasin deb paxta tiqib qo'yishlik bu albatta xato hisoblanadi. Demak, cho'miltirish haqida ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldik. Endi cho'miltirishda vitaminli yoki quvvatli bo'lishini ta'minlash uchun nima qilish kerak degan savollar juda ham ko'p beriladi. Morskaya sol tuzlaridan foydalanib, o'sha suvni tarkibini rag'batlantirish bilan yoki chereda yoki romashkalarni solib bolani cho'miltirishlik bu tanasini chiniqtirish va tibbiy vanna hisoblanadi. Yana e'tiborga olishimiz mumkin bo'lgan holatlar shu asosan cho'miltirishda tezlik muhim rol o'ynaydi. Bolani tezlik, zudlik bilan shoshilgan holatda cho'miltirish kerak. Avvalgi kunlarida, masalan, 1 oylikkacha bo'lgan vaqtlarda, 1 oylikdan keyin vaqti bilan bolani vannaga vaqtini cho'zib suvga moslashtirib borishingiz mumkin. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda keyingi muammolarimizdan biri bu chaqaloqlar sochini olish. Juda ko'pchilik qiziqadi chaqaloqlar sochini olish. Chaqaloqlar sochini olishga bog'liq bo'lgan holatlarda ajla e'tibor berib turamiz. Hech qanday tadbirlar yo'q o'zi aslida. Buni falon vaqtda olish kerak, chillasini ichida olib bo'lmaydi yoki chillasidan keyin olamiz. Tepada jichcha sochini qoldirib qo'yish kerak degan narsalarni hammasi meni shaxsiy fikrim bo'yicha bu tibbiyotda yozilmagan. Sochlar
deb olishlik bu sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qorin sochlari ziyonligi haqida masalalarda kelganlari biz endi to'liq shaklini diniy gaplarini biz bilmaymiz, lekin aytishimiz mumkinki chaqaloq tibbiyot tomonidan sochlari bu vitamin ko'p talab qiladigan organizm hisoblanadi. Vitamin ko'p talab qilayotganligi uchun uni olib tashlagan ma'qulroq. O'sayotgan bolaga ko'p vitamin tana uchun kerak bo'ladigan holatda sochni olib tashlasa, sochga ketadigan quvvat va immun sistemasi yoki vitamin sistemasi tanaga uzatiladi, chaqaloq tez o'sib rivojlanib boradi. Demak, soch olishda hech qanday qoida yo'q. Chaqaloqlar sochini agar sochli bo'lib tug'ilgan bo'lsa, tezda uni olib tashlash mumkin. Uni kuni ham yo'q, muddati ham yo'q. Asosan faqat ehtiyot bo'lish kerak olayotganda qiruvchi o'tkir tig'li ustaralar bilan olish mumkin emas yoki yuluvchi o'tmas qaychilar bilan olish mumkin emas. O'tkir bo'lgan zamonaviy mashinkalardan foydalanish kerak. Faqat o'zi uchun shaxsiy alohida olish kerak. Boshqalar foydalangan soch oluvchi mashinalardan foydalansa, ularni soch tolalarini ildizlari ochiq holatda bo'ladi, ularga infeksiya tushib qolishi darajasi juda ham yuqori bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'layotgan savollardan bittasi bolalar qorin sanchig'i yoki ulardagi diatezlar. Bu haqda biz yuqorida videolarni joylaganmiz. Bizni yuqori holatdagi videolarimizdan ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Yana sizda qanaqangi muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu haqda to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Siz bilan doktor Xolmatov bo'ldi. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum.